otasidan yoki onasidan ayrilish bir inson uchun juda ham katta bir og'ir bir musibatlardan. Chunki ota-ona har bir inson uchun bir tarafda turadigan narsa. Dunyo, oila, bola-chaqa yoki mol-dunyo bir taraf bo'ladigan bo'lsa, ota-ona har bir inson uchun bir tarafda turadigan narsa. Chunki ota-onaning o'rni boshqa. Ota-ona bergan mehrni, ota-onadan ko'rgan yaxshilikni hech kim boshqalardan ko'ra olmaydi. Endi ota-onadan ayrilishni qiyinchiliklari-chi? Bo'lib ham eng yosh vaqtingizni ota-onani mehriga eng qattiq ehtiyojingiz bo'lgan vaqtda yo'qotishlikchi? Bu narsani his qilgan odamlar bo'lsa kerak. Qancha aka-uka, opa-singillarimiz bo'lishi mumkin. Yoshligidan otasidan yoki onasidan ayrilib yetim ulg'aygan. Bu narsani his qila olishadi. Endi ota-onasini bag'rida kattayganlar his qilishligi juda qiyin masala. Chunki ota-onani o'rni aytib o'tgandek juda ham og'ir. Ota-onani o'rni juda ham katta inson uchun. G'azoda minglagan musulmon bolalari ota-onalaridan ayrildi. Yetim qolishdi. Ota-onaga eng qattiq ehtiyoji bo'lgan vaqtlarda yetim qolishdi. Yoshlari 8 yosh, 7 yosh, 10 yosh. O'ylayapsizlarmi? Endi o'zimizni farzandini bor odamlar tushunishligi mumkin. Farzandlarimiz bor, misol 5 yosh, 6 yosh, 7 yoshlarda. Bizsiz qolishligini o'ylab ko'ring. Ota-onasiz qolishligini. Ular uchun og'ir bir musibat. G'azodagi yosh bolalar mana shunday og'ir vaqtlarda ota-onaga eng qattiq ehtiyojlari bo'lgan vaqtlarda, ota-ona muhabbatiga qattiq ehtiyojlari bo'lgan vaqtlarida ota-onalardan ayirib qolishdi. Va urush og'irligi, ocharchilik, og'ir hayot ularga yana bitta sinov bo'ldi. Shunday vaqtda biz musulmonlar ularga yordam qo'lini cho'zmasak, kim ularga yordam beradi? Mana bunday og'ir kunlarda biz ularga yordam bermaydigan bo'lsak, biz qanday islom ummati bo'ldik? Shu sababli G'azzodagi yosh bolalar, yetimlar uchun yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Ularga qo'limizdan kelgancha yordamlarni ulashtirishligimiz kerak. Ular uchun molimizdan ehson qilishligimiz kerak. Chunki yetimning boshini silashlik, yetimga yordam qilishlik islomdagi eng buyuk ajrlardan, eng katta amallardan hisoblanadi. Shu sababli bizlar Muyaqqablar xayriya fondi o'laroq har safar G'azzoga yordamlarni ulashtirar ekanmiz. Albatta yordamlarning bir qismida yetimlar uchun joy ajratganmiz. U yerda otasidan yoki onasidan ayrilib qolgan yosh go'daklar uchun imkon qadar ehsonlarni, zakotlarni ulashtirib, ularni yuzlariga ozgina tabassum ulash uchun harakat qilyapmiz. Va sizlarning ehsonlaringizni, zakotlaringizni mana shunday ehtiyojmand bo'lgan yetimlar uchun ulashtiryapmiz. Alloh taolo yetimlarni quvontirayotgan, yetimlarni xursand qilayotgan, ularga o'z molidan ehson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizni Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda mana shunday bo'lishini nasib qilsin. Alloh taolo ehsonlarini qabul qilsin. Alloh taolo dunyo va oxirat yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham mana shunday yetimlarga, faqirlarga, muhtojlarga yordamlarni ulashtirsanglar, G'azzodagi og'ir sharoitlarda yashayotgan musulmonlarga, yetimlarga yordamlaringizni ulashtirsanglar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda mazlumlar uchun ehsonlaringizni, zakotlaringizni ulashtirishda davom etamiz. Alloh taolo G'azzodagi yoki butun dunyodagi islom ummatining yetimlarini o'z himoyasiga olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.